Sizlar bizga nalichiga mana shunaqa Milosol firmasini Trivodnom kremlaridan nalichi keldi. Peptidli qizlar yuzni oqartirib beradi. Bu Trivodnom kremlar toner, essence, lotion krem o'rnini bosuvchi. Hozirda bizda uchib sotilayotgan kremlardan bittasi qizlar. Buni shunday jo'natishim bilan nechta jo'natsam ham o'sha uchib sotilib ketayotgan kremlardan bittasi. Yuzni namlantirib beradi. Buni makiyajdan oldin ham ishlatsanglar bo'ladi. Baza sifatida ham kechqurunga ham, kunlik uxlotga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hamma yuzga zo'r tushadi. Yuz tanlamaydi qizlar. Yuzni namlantirib beradi. Yuzni tortib beradi. Yuzni oqartirib beradi kremlardan bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Yuzni oqartiradi. Yuzni namlab beradi. Yuzga ozuqa beradi. Yuz ajinlarini ham zo'r tortib beradi. Ajin dog'larga ham qarshi ishlaydi.